Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga yozuvchi Zulfiya Qurolboy qizining Mashaqqatli hayot so'qmoqlari nomli kitobi haqida so'zlab bermoqchiman. Ushbu asarda inson hayotida uchraydigan turli sinovlar, qiyinchiliklar va ularni yengib o'tish yo'llari badiiy va ta'sirchan tarzda yoritilgan. Muallif hayotining mashaqqatli yo'llari orqali insonning irodasi, sabr-toqati va matonati qanday chiniqishini ko'rsatishga harakat qiladi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, hayotda bir muvaffaqiyat qiyinchiliksiz qo'lga kiritilmaydi. Har qanday sinov insonni kuchliroq, tajribaliroq va dono qiladi. Shuning uchun ham inson qanday vaziyatda bo'lmasin, umidini yo'qotmasligi, mehnatsevar va halol bo'lishi kerak. Kitob davomida qahramonlarning boshidan kechirgan voqealari kitobxonni o'ylashga undaydi. Ularning quvonch va tashvishlari, orzu-intilishlari tarzda tasvirlangan. Shu sababli asar o'quvchiga ruhiy kuch bag'ishlaydi va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga yordam beradi.